Xo'p. Obunachilar biza qayoqqa ketayotganimizni o'zim ham bilmayman. Cheksizlik, cheksiz sahro. Yo! Biza yangi joyda kashf etdik. Sahroda ham odamlar bor ekan. Let's go, brachka. Yomonlik qilmading-ku, atak menga umman P. Quyunchalarmi bular? Sichqonchalarmi bular? Nima bular? Mana bunaqa taqtalar. Wow, eshigi bu uy. Birinchi marta ko'ryapman. Biza yaxshilik istab kelyapmiz-da, brachkalar. Yaxshilik Oh, wow, mana bu kerak bizga. Xo'sh, suvlarimizni shu yerdan to'ldirib ketursak bo'ladi. Ichib shu yerdan to'ldirib olamiz. Okay. Bu tugar ekan. Bu uncha yoqmadi menga. Yerga qo'yib ichgan yaxshi kundan ko'ra. Okay, go bolalar, bu yerda ketamiz endi. Ovqatlarni olay. Ana bu yerga boramiz. Stop, buzolar mahalliy odamlarmi? O'xshamayapti, mana bularni qaranglar. What the fuck? Mana bu mahalliy odam lekin. Obunachilar yerni kech bo'lyapti. Biz o'sha yerda tunab qolishimiz kerak. O'sha yerga birinchi borib olay. Okay, asta tushib olamiz. Yo, what the fuck, sen nima yonib ketmayapsan? O'zim men tushaman deganimcha kecham bo'ldi. Hozircha hammasi yaxshi. Nice. Biz birinchi mana bu yerga boramiz. Tunab qolishimiz uchun joy bu. Biz mana shu uyda ozgina rivojlana olishimiz ham mumkin bo'ldi. Chunki bizda anchagina temirlar bor. Ularni qizdirib olamiz. Okay. Bu yerda ham suv bo'lishiga umid qilaman. Bu mana bu yerda ham qanaqadir joylar bor. What the fuck? Nima ovozi? Bu yoqni yer qimirlash yana. Nima uchun yer qimirlaydi bu yerda? Vallahi nima bo'lyapti? Okay, zombilar yo'q. Bemalol ichkariga kirib olsak bo'ladi. Bu jitil ovozi. Ichkarida jitil bor ekan. Let's go. Stop, jitil ovoz emas bu. Kimsan sen? Mana shu yerda turib qolaman. Mana bu yerda pillager bor. Nima ovozi? What the fuck? Qon suruvchi katta maxluq. Mana pillager qilichi bor ekan. Mana bu yerda skelet. Xo'p, bolalar. Spawn bor ekan bu yerda qayerdadir? Spawn qani? Fuck, bu yerdan ketish kerak bolalar. Bu yerdan ketish kerak. Hozirroq srochniy bizdan cho'pilishimiz kerak. Bu yerda qilayotgan ishimiz qolmadi. Hozirroq bu yerdan 3-2-1 ga go. Hozirroq bu yerda nima qilayotgan ishimiz qolmadi. Nima edi anovi? Nima edi bu? Nima bu? What the fuck? Men qo'rqishni boshlayapman. Yer qimirlashi, mana yerda tentak solingan zombilar. Xo'p, mana shu yer tinchroq o'xshabdi. Shu yerda tunab qolamiz. Okay, yaxshi, tunab qoldik o'satdi. Xo'p, biz hozir bitta suv ichib olib, men yangi narsa topdim. Mana bu nima edi? Boyanikini shapkasini olib ketdim ba. Oy, bizga bu kerak emas. Olib ketamiz buni. Biz o'zimizga yaxshiroq joy topishimiz kerak, yashashimiz uchun, ya'ni qo'rg'on qurishimiz uchun. Bunaqa, temir olib ketishimiz kerak. Bunaqa joylarda yashab bo'lmaydi bolalar. Yaxshiroq joy topishimiz kerak. Temirga necha olib ketmayman. Yo, olib ketaman. Xo'sh, tepaga chiqib olamiz. Okay. Boshqa olmay, okay. Ana bu yerda ham temir bor ekan. Qaranglar. Yaxshimkimi? Xo'p, ketdik. Endi o temirdan olib kelamiz. Bu yerda ham temir, pastda kattagan joy. Bu temirni olamiz birinchi. Yana bitta temir chiqsa, pas. Bittagina temir qo'yib qo'ygan. Okay, let's go. Birinchi ko'mirni olamiz, keyin temir. Yo, qamab qo'ydi. Xo'p, boshqa temirlar yo'qmi? Bu yerdan ketish vaqti bo'ldi menimcha. Suvimiz bor bizani. Suv bilan tusha olsak, tushamiz. Bo'lmasa o'lib ketamiz. O'lib ketayganmiz, aniq bu. Yangi yo'lni topdim-ku. Unchalik yaxshi yo'l emas ekan, lekin o'xshadi. Biz yana suv ichib olishimiz kerak. Okay, suv. Barcha bo'shagan idishlarni yana to'ldirib olamiz. Ya'ni mana bu suv orqali mana. Bu yerdan ham olamiz ikkita idishni. Okay, endi olib ketamiz. Ko'ryapsizlarmi? Men VIP suvni ixtiro qildim. Endi barcha suvlarni solib qo'yamiz. Hammasini ham emas, ikkita qoldirib qo'yamiz o'zimizga. Barcha kerak emas asalom. Bu Brachka o'zina ketib qoldimi? Nimaganga o'zidan o'zi kelyapti. Indamay. Biz tepaga chiqishimizga to'g'ri keladi. Bunaqa joyda qolib ketdim men. Ovqatim ham kam qoldi. Tuya topishim kerak. Tuyadan o'zi ovqat chiqadimi degan gap bu. Ketdik bola, biz tepaga chiqamiz mana bu yerdan. Go. Let's go. Nihoyat men tepaga chiqib oldim. Xo'p, desam pastda ham shunaqa joy bor ekan. Ana bu yerda uy bor. Yana o'shanaqa oddiy uy. Mana bu quduq ekan. Okay. Endi bizga quduq shart emas. Biz yashashga joy topishimiz kerak. Qayerdan topaman? Yangi joylar qani? Faqat sahro bo'lyapti. Mana bu yerga ikkita temir bor ekan, olib ketamiz. Ko'ra, akelada bu. Bu yerda ham bitta temir bo'lmasa kerak, Pasra bitta temir qo'yib qo'ygan. Suvni qulqullatib olamiz. Bu suvni ham qulqullatib olamiz. Xo'p, bularni solib qo'yamiz. Kerak emas. Endi ichidan yana ikkita suv qo'yay, 3 top qo'yay, tez qolmay qolyapti. Mana bu kerak emas, nima kerak menga bunaqa narsalar. Bo'lib qolgan kerak. Xo'p, okay, qayerga boramiz? Yo, mana bunaqa joyga hali borib ko'rmadik. U yerda nimalar bor ekan, bir ko'zdan kechiraylikcha ketdi o'shaga. Iri xotin ilonlar, qo'l bilan o'ldirib ko'raychi mana shu ilonlarni. Bu indamas ekan.
My friend is so ovqat. Hop, let's fucking go. Bu yer ham juda oddiyga o'xshabdi. Nima hech nima yo'qmi bu yerlarda? Bolalar, men ryukzakni ochishda oddiy usulni topdim, qaranglar mana. Prosta B ni bosib qo'ysak bo'ldi ekan. Xo'p, bola endi biza mana bu yerdan orqamizga olib qo'yamiz buni. Endi biza B ni bosib prosta narsalarimizni olib solsak bo'lar ekan. Nice. Yaxshi. Nima bu? Menga yoqmay ketyapti bolalar bu yerlar. Kengurular ovqat beradimi bular? Wow, ovqatmi? Pukit. Mana bu qurolimiz bizga ovqat pishirib berar ekan. Brachka uzr. Sorry man. Yuhu! Ovqatlar. Pak. Vip ovqat. Xo'p, yeb ko'raylik endi. Yo, ovqatni ham topdik bolalar. Tuyani o'ldirish orzu bo'lib qoldi-da. Shu tuyani topsam aniq o'ldirib ko'raman. Yana kech bo'lyapti bolalar. Biz 3 kundan beri hech nima topa olganimiz yo'q. Prosta yuribmiz. Bu juda yomon degani. Biz yashash uchun chiroyliroq joy, chiroyliroq manzara topishimiz kerak. Ya'ni rivojlanishga yaroqli joy. What the fuck? Yana shunaqa joylarmi? Men qaytib kelib qoldimmi? Bola, men yana qaytib kelib qoldim bu yoqqa. Demoqchi edim. Qishloq bor ekan bu yerda. Let's go! Yo, omadimiz boda. Bola, bu narsalar edi biza full set kiyim qilib olishimiz mumkin. Qishloqqa borib qilib olaman. Juda ko'p bizada temir bor. Basharingga yog'im qum. Okay, bizada qaranglar qancha bor. 44 ta temir bor. What the fuck? Kech bo'lyapti. Suv. Wow, oddiy qishloqlar, sevishganlar, ko'rayapman. Wow, mana bulardan non olsak bo'ladi. Non qilib olamiz. Mana bu yerdan boraylikchi bolalar. Bu yerda sandiq bormi? Agar sandiq bo'lsa, yangi narsalar bu yerdan chiqishi mumkin. Bratishkalar nimaga? Ye, bu mushuk emas-ku. Uxlamabdi-da, brachka haligacha o'lgan bo'ladi. Ye, bu yaxshisimi yoki? Menga farqi yo'q. Boshdan otsa tegmas ekan. Ye, bu yerda nima bor ekan? Okay, nima bu? Tushunmadim. Ya, hamma joyda shunaqa narsa yo'q. Umma sandiqmi brachkalar? Men necha mana bundan non qilib ketsak bo'ladi lekin ate. Anchagina non bor bizada endi. Okay, endi biza temirlarni qovurib olishimiz kerak, ya'ni qizdirib olishimiz kerak. O, mana bu kerak. Mana bu. Skelet. Sniperni qo'llash vaqti keldi. Headshot. Yes, stop. Men seni ko'ryapman. Oddiy ekan. Trevoga, kech bo'ldi, hamma uyingga kira. Yo, bu yerda odam ko'p ekan. Shelby, Claudia, Brian, Ashley. What the fuck is her? Oh, dear. Seni o'ldirish armon bo'lgandi. Basharingga yog'im. Qochma, qo'chyapti. Xo'p, ovqat. Keraksiz buyum ekan. Bu narsalar biz o'zimizga uy tanlab olishimiz kerak. Mana shu yermi, bu yermi? Bu yer kichkina, mana shu yer. Mana shu yerda biz bilgan ishimizni qilamiz. Bu yerga bitta fakel kerak va bitta radar qo'yyoramiz. Oddiy jetlarni ham ko'rsatar ekan. Yotoqxonam. To'xta, uxlama. Uxlashdan oldin biz narsalarimizni qistirib qo'yay. Bitta ovqatlanib olaman, bitta suv olib olaman. Yana suv ichamiz. Uydagilarning eshigini yopishda o'rgatmaganmi? Bu meni yotoqxona. Tur! Shilbiymish yana. Minestax? Bu yana qanaqa server bo'ldi? Do'stingiz bilan o'zbek server qidiryapsizmi? Da, bu oddiy reklama bo'lishi mumkin, lekin siz bu serverga kirsiz, qaytib chiqa olmaysiz. O'zbeklar bilan Bitwars yoki do'stlar bilan 3-jahon urushi. Yoki do'stlar bilan tinchgina vijvaniya qilishni xohlaysizmi? Va anarxiyada do'stlaringiz bilan kuchaymoqchimisiz? Siz bu yerda har xil ishlarda ishlab, narsalaringizni sotib pul topasiz va kuchayasiz. Undan so'ng do'stlaringiz bilan boshqalarning bazasiga hujum qilishingiz mumkin. Anarxiyadagi har xil droplar va katta jang. Bu serverga telefon va kompyuterda kirishingiz mumkin. Server IP'si komment va описаниеda bo'ladi. Minestax sizni kutmoqda. Endi men nima qilmoqchi edim? Temirlar qizdirib qo'ymoqchi edim. Temir 44 ta temir qachonga qiziydi? Stop, yarim qizdiramiz. Voy, nito qilib qo'ydim. Xo'p, yo, virusdagi qovur yoribman. Stop, bizda taxta ham yo'q endi. To'xtanglar, men virusdak ko'rganim qayerdadir? Ana bu yerdamidi? Shu yerdamidi virusdak? Okay, let's go, olmadim bu. Mana uxlayapti.
Ortiqcha temir zarar qilmaydi. Go bolalar, biz yana bitta pechkasi olamiz. Buni ustiga qo'yamiz. Yopamiz. Okey, boshqa zombi yo'q. Bu yerga yarim temir, 22 ta. Bu yerga yana yarim temir. Okey, endi uxlasak bo'ladi. Bemalol. Oldimizda hech kim yo'qmi? Da, hech kim yo'q. Bu yerda narsalarimizni olib suramiz. Voy. Okey, mana shunisi eng yomon ekan. Adashib ketyapman. Yomon kirgim kelyapti. Qanchasi bo'lganini oldin har doim ko'rardim. Hozir kutib o'tirishimga to'g'ri keladi. Qizdirilgan zombi go'shti. What the? Sen nima bo'lding? Menga qarab kelyapti o'zicha yana. Totsam, qochasan? Qoch bo'la, ulasan, men senga yaxshilik qilaman. Nimadirga o'xshatyapman ham seni, Yomon xunuk narsa ekansan. Xo'p, qachonga bo'ladi endi mana temirlarim? Bu yo'ni bir ko'zdan kechiraylik endi. Men ungacha bolalar, temirlarim bo'lguncha men donlarni ko'paytirib qo'yaman. Bizda 30 ta somon bor. Wow, anchagina nonimiz bo'ladiganga o'xshaydi. Stop, men yana yangi narsani kashf etdim. Gilamcha! What the fuck? Nice. Uyimizga qo'yib qo'yamiz. Yarmidan ko'piga gilamcha yasab qo'yaman. Xo'p, bizga 36 ta gilamcha yetib ortdi. Yangi kelajakka qolib ketayotgan gilam yasayordim. Va nihoyat bizda 64 tadan ham ko'p non bor. Let's go. What the fuck? Shu qurolni to joyga turibdi, qo'rqib ketaman. Asal! Faqat ushlayapman. Buni olib ketamiz. Okey. Bola bu narsalar biz endi oddiy taxta topishimiz kerak. Oddiy taxta yo'qmi bu yerda? Mana, bu kerakda. Biz bir tepaga chiqib kelamiz, temirlarni bo'lgunicha. Bizda suv qolmadi. Bizda suv qolmabdi. Suvlarimizni ham to'ldirib olishimiz kerak. Xo'p, bitta teshik topaylik. Mana shu yer. Hamma suvlarni to'ldirib olamiz. Joyimiz ham qolmay qoldi, qo'yib. Endi biza qaranglar. Barcha kerak narsalarimizni ryukzagimizga solib qo'yamiz, masalan. Mana bularni ryukzakka solib qo'ysam, o'qlarimiz vip bo'lmay qoladimi? Da. Bu o'zimizda turish kerak ekan. Bizga hozircha ko'mir kerak emas, yotoqxona kerak, sirazi yot olishga. Okey, barcha hozircha kerak emas narsalarimni ryukzakka solib qo'ydim. Mana hammasini taxlab. Endi temirlarimizni oldiga bossak ham bo'ladi. Menimcha yo'q, bo'lmagan mali. Bo'lgandir, shuncha kutdim. Bo'ldimi? Let's go. Temirlarimiz bo'libdi. 22 ta. Xo'p, endi biza birinchi o'rinda qaranglar. Bitta kiyim, bitta shim, bitta oyoq kiyim va bitta shlim. Let's go. Okey. Endi bizga bitta temirlik kirka kerak. Va shit kerak bolalar. Shit uchun bizga taxta yo'q. Okey, bu yerda ketdik endi. Hamma narsalarim o'kdi. Endi seni menga keragi yo'q. Bizda yangi temirlik kirka bor. Okey. Bye bolalar. Rahmat, katta yordam berdinglar. Ancha rivojlanib oldik biz. Bizda full temirlik kiyimlar bor va biz yangi darajaga chiqdik. Endi biz bemalol yursak bo'ladi, hech nimadan qo'rqmayib. Bu yerda buncha kiyimni hech kim ura olmasa kerak. Anchagina oziq-ovqat ham olib ketdik bu yerda. Bizni qayerga borsa yangi narsalar kutib turibdi. Hamma joy oddiy qum. Bizga birinchi o'rinda hozircha taxta kerak. Wow, ancha katta joy ekan, lekin kirmayman. Xo'p, ana oddiy taxta bolalar, ketdik. Bu yerda bitta elitra bo'lsa, uchish mazza joy ekan. Let's go. Tepada ham qanaqadir joy bor bolalar. Tepaga ham chiqishimiz to'g'ri kelyapti yana. Biz mana bu oddiy taxtani oldida qonsurar chivin bor. Meni hacker sniper deb qo'yishgan. Go. Let's go. Biz yanada ko'proq butilkalar qilib olishimiz kerak. Wow, let's go. Nihoyat oddiy taxta. Endi biz shit yasa olamiz. What the fuck? Daraxt urug'i mana bunlardan chiqishi mumkin. Go, bularni sindirib ko'ramiz bolalar. Bizga eng keraklisi hozir va biz shu yerni o'zida rivojlanishimiz ham mumkin. Xo'sh, hamma daraxtni bargini sindirib chiqishimiz kerak. Bizga buni urug'i kerak. Nima bu? Banan? What the fuck? Bizga urug' kerak, banan. Menimcha chiqmasa kerak. Hech qanaqa urug' chiqmadi. Xo'p, yerga tushib olamiz. Banan. Okey. Yesak bo'lar lekin buni yemaymiz bolalar. Biz mana shu daraxtni eslab qolish uchun bu bananni yemaymiz. Bananni saqlab qo'yapman. Nito tushunmaylar bolalar. Prosta vidga uyga chiroylikka qo'yib qo'yaman. Yo'q, bizdan xayollarim buziladi. Yana kech bo'lyapti. Nima bunday tez kech bo'ladi? Bananni g'ullab ketmanglar. Bananni sop qo'yay yaxshisi. Yer qimirlayapti. What the fuck? Nima ekan shu? Bolalar yo'q qiziqdi. Boshdan beri yer qimirlab hech nima bo'lmaydi. To'xtadi yer qimirlash. Suv ichib olamiz. Wow, what the fuck? Cowboylar joylari. Ana bu yerda ham oddiy daraxt bor ekan. Wow, bu yerda ancha ko'p oddiy daraxtlar bor ekan demoqchi edim. Mana oddiy daraxt emas, nima bu? Kaktus. Kaktus shunday o'sganmi? Qo'yil. Hop. Mana bulardan boshlasang, nima silasizlar? Daraxtni sindirib ketamiz. Bulardan bargi chiqsa kerak, sindirib ko'raylikchi bularning ham barglarini. Stop. Yana bittami? Yo'q, bu yer yaxshilarning joyimi? Bolalar yaxshilarmi, yomonlarmi farqi yo'q. Bizda full temirlik kiyim bor. Xohlagan odamni biz urib yalpaytirib tashlayveramiz. Yaxshilar joyi ekan, u yerda jitil bor. 1 2 3. Yotoqxona, wow. Nima bor buning ichida?
Oh, stop. Mana bular kerak bizga. Itlar ko'rganda egisilarda bo'lsa, o'shalarga beramiz. Yurda nima bor? Wow. Ancha rivojlangan oyinlar. Xo'p, eshik kerak. Ketdik tepaga. Yurda nima bor? Let's go. Bu uncha kerak emas-ku bizga, lekin atenu mayli. Obunachilar, biz shu yerda turib qolishimiz to'g'ri keladi. Xo'p, kimning yotoqxonasiga yotsam bo'ladi? Mana bu yerda yotoqxona ko'rgandim. Hech kimniki emasmi? Mayli, necha. Qani go bo'lib. Bu yerda ketamiz biz. Demoqchi edim. Qaysidir shu Siriuscha otib qo'ydi-da menga. O'zingga ketib qolding, ukam. Ilk snaypers ketib qo'ygan meni. Go pastga tushamiz. Pastda nimadir bor ana bu yerda. Nima bu? Menga qara. Ratchka oldakini o'ldira olay. Kimdir o'z shu yerda odamim bordi, skelet bordi. Ye, qani boyaniki? O'g'lim, mana bu yerda boya bitta odam turibdi. Ye, floslar. Ko'rmas odamlar. Xo'sh. Bizda ancha-muncha taxta bor. Bu juda yaxshi. Va bolalar, biz hozir qayoqqa boramiz? Bolalar, bir xaritaga qaraylik-chi. Biz mana shu tomonlarga hali borib ko'rmagan ekanmiz. Go, mana shu o'sha to'g'ri yangi joylar ko'rar ekanmiz. Mana taxtani olib ketaman. Okay, let's go. Ketdik. Yo, yer qimirlar ekan-na. Shu nima keragi bor qimirlab hech nima chiqmasa, mana shuni olib ketay. Yo, okay. Stop! What the fuck?